Mana shunday ko'rinishdagi skladkalarni tikishni ko'rib chiqamiz. Uning uchun namuna matoda skladkalarimizni o'rnini belgilab chizib olamiz. So'ngra bulavkalab tayyorlab olamiz. Agar tikuvchilikda tajribingiz bo'lsa, marhamat, bulavkadan foydalanamiz. Agar endi boshlayotgan bo'lsangiz, unda qo'l chokidan foydalanamiz. Endi mashinkada to'g'ri chok bilan tikib olamiz. Skladkamizni ochilish joyini belgilab olamiz. Nima uchun? Chunki ochilish joyigacha biz haqiqiy mashinniy strochkada tikamiz. Ya'ni mayda chokda tikib olamiz. Belgilangan joygacha kelganimizdan so'ng mahkam zakrepka qilamiz. Zakrepkadan keyin esa pastki tomonigacha 5 chokida yurib olamiz. 5 chokimiz bizda haqiqiy chokimiz. Bu so'kib tashlanadi keyin. Endi esa dazmollaymiz. Bu skladkalarimizning orqa tomoni. Qo'yamiz. Tayyorlaymiz. Endi esa skladkalarimizni ustki tomonidan dazmollaymiz. Qaraymiz, qaysi tomonga yotqizmoqchimiz. Tekshiramiz. Dazmollab olamiz. So'ngra mana bu 5 chokimizni so'kib olib tashlaymiz. Mana 5 choklarimni so'kib tayyorlab oldim. Lekin haqiqiysi o'rnida qoldi. Endi esa ust tomonini o'giraman. Nima bo'ldi? Mana bizda mana bunaqa skladkalarimiz paydo bo'ldi. Endi eng muhim joyi qoldi. Skladkamizni ochamiz. Mana bu joylarida ignani izi qolgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam skladkamizning taxlamasi paydo bo'ladi. Bunday qoldira olmaymiz. Olamiz. Yengilgina dazmol bilan bar beramiz. Bar beramiz. Mana joyiga qaytaramiz. Keyingisini ham xuddi shunaqa qilib ehtiyot bo'lib ochib joyiga qaytaramiz. Yengilgina far bilan ishlov berib sovutib qo'yamiz. Mana skladkalarimiz tayyor bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta yurakchani bosib qo'yasiz. Keyingi safar videolarimiz uchun motivatsiya bo'lib turadi.